mana shu yerga hammaga asqotadigan bir e'lon bo'lganligi sababli, ko'plar qiynalayotganligi sababli, shoyatki yordam bo'larkanmi degan ibora bilan bir kishi taklif qildi. Mana shuni sizlarga yetkazmoqchimiz. Yana assalomu alaykum hurmatli Urgut xalqi. Sizga shuni ma'lum qilamizki, Hakim MCJ xususiy tug'ruqxonasida joylashgan Kelmedia klinika o'z ishi faoliyatini boshladi. Bu klinikamiz ya'ni ochishdan maqsad uni har xil og'ir va yengil turdagi xastaliklarga chalingan bemorlar, ya'ni xorijga borib sarson bo'lmasliklari uchun ya'ni tashkil etildi. Hindiston, Turkiya, Amerika davlatlaridagi oliy toifadagi shifokorlar bilan maslahat qilgan holda xizmat ko'rsatamiz. Ana shuni ham ma'lum qilaylikki, ham ta'minlangan beva bechoralarga konsultatsiya mutlaqo bepul. Men buni nima uchun aytyapman? Buni e'lon qilmasdim. Bu hammaga manfaati bor uchun. Bugungi kunda manfaati bor narsani e'lon qilsa savob bo'lishligi uchun e'lon qilyapmizki, mana shu bugun 5 ta ayol keldi, erkak keldi, 5 ta. Bittasi oyoq qo'ydiraman deb keldi. Ikkinchisi yana bitta muammo bilan mana domlalar yozib oldi. Men aytdimki, berga bu imkoniyatimiz yo'q, lekin biz e'lon qilamizki, mana shunday mana kunlarda sizlarga yordam beraman deydiganlar bo'lsa, nomlaringizni qoldiringlar deb nomlarini yozib olib, telefonlarini oldikki, hamma undor. Bu bechoralar ham shu